look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true, everything I do it for you. Look into your heart, you'll find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do.
manaydı yaltı saçıttı Malayım güller birbirine bakıp yine aşka düşüptü Sana yaraşa toylama figür yaraşa gönüller kamışa Sici güllerin karaşa bu bağıt gecesinde Sınardan kerime kovuşa Aynamama güllerim özümü görmek için Yolur bana yüreğim sana yetmegin için Yazık bana kollarım sizi oklamam için Yalvarışını görmewim mani yaşamam için Gülün asıl şiyali Bilbun ovadın sevgiğini finali Uçkun saçılıp durun Sevgiden dolu güllere bağıt dilali Sana yaraşa toylama figür yaraşa gönüller kamışa Sici güllerin karaşa bu bağıt gecesinde Sınardan kerime kovuşa Aynamama güllerim özümü görmek için Yolur bana yüreğim
nozimstudio.com. Qadim yerimizni Turon deydilar. Bir onadan 5 ta o'g'il deydilar. 5 viloyat 5 hokimi bor oling. Balqan ahil maridaban tashamiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz qadrdonlarim, xush kelibsizlar. Qadamiylarga qasamot. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlarga malol kelmaslardan katta iltimos. Keling o'rnimizdan turgan holda chiroyli guldiroz qarselar ostida ko'chamizning quroli va qurolichasi kelindirkimizni to'y davrasiga yor-yorlar sadolar ostida chorlab qolaylik. Qani ketdi, to'ydan boray bo'lsin. Barchalaringizni joylaringizda turishlaringizni so'raymiz.
Yana bir marotaba yoshlarimizga omad va sihat salomatlik tilab qolamiz. Ilohim qo'shganingiz bilan qo'sh shaharingiz deb qolamiz. Deniz Gül saloni Shifar Qafanov abi.
Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, albatta to'yda tanamiz chiroyli ko'zlari hamda bir-birlariga yarashiq
sihat salomatlik tilab qolamiz hamda urf odatimizga bevon ustoz kekchasi bor xalqning Paris sport deganlaridek bugungi oqshomimizni boshlab bermoqlari uchun Zokir bobolarni katta mamnuniyatlar bilan davramizga taklif etsak, Zokir bobolari Bismillahirrohmanirrohimga kechamizni boshlab bersalar hamda bu go'zal oqshomni ochiq deb e'lon etib bersalar. Shehzodbek hamda kelimiz iltimos o'rningizdan turib ehtirom ko'rsatib tursanglar, bugungi oqshomimizni to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan Zokir bobolari kechamizni boshlab beradilar. Avvalambor assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. To'ydan boray bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum Zokir aka, aytganingiz kelsin, yaxshi niyatlaringiz hayotga o'tsin degan holda bu jonida hamisha to'y bo'lsin. To'ylaringiz to'yga o'rnashsin deb, albatta to'ylarimiz to'yga o'rnashyapti, chunki bundan beri hafta oldin ham butun umrlarni to'y o'tkazganmiz. Nasib qilibdi mana bugun yana Bujon mahallasining to'yida xizmatdamiz. Shu Zokir bobomizga bitta guldiroz qancha chalg'orasizlar mazza. Bujon xalqi, akamiz sog' bo'lsinlar, duolari bilan xalqimizni, elimizni xizmatida o'tkazayotgan insonimiz. Bir-biriga olam ish bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzma-yuz turar ekanmiz. Shunday go'zallik bilan qotayimizga o'tiramiz. Cherda yurganimiz risolatxonlarni bugungi nikoh to'ylari bilan. Albatta endi aziz mehribon mehmonlar hammaga to'y mobaynida yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilab, oshqoz akalarimiz, pazand opa-singlarimizni iltimos qilamiz. Tayyorlagan shirin taom ne'matlarni aziz mehmonlarimizga tortib bersalar, sizning ijozatingiz bilan urf odatimizga binoan kechamizni ajoyib kuy-nolar, sar qo'shiqlar bilan davom ettirmoqchimiz. Bugungi oqshom o'zining ajoyib san'ati bilan qo'llari ko'ksida shay turgan san'atkorlarimiz, o'z sohasining yorqin yulduzi, o'z sohasining zo'r mutaxassisi, betakror ovoz sohibi bugungi oqshomimizda badiiy sahramizning bulbuli Shobahram Umarov va Shobahram Umarovning ijodiy guruhi xizmatingizda bo'lmoqda. Yonidagi hamnafas ajoyib so'z ustasi, ajoyib san'at ustasi, o'z sohasining zo'r mutaxassisi, qo'ydan bulbuli desak bu mubolag'a bo'lmaydi. Gulchehra opamizga bitta guldiroz qarsa chalgan insonning qo'lida dard ko'rmasa deb azizlarim. Assalomu alaykum. Bugun biz bilan birgalikda xizmatda bo'lgan Shobahram Umarovning ijodiy guruhiga ajoyib ovoz sohibi, ajoyib mutaxassis, o'z sohasining yorqin yulduzi, ajoyib so'z ustasi Shavkatjon akamiz sizning xizmatingizda. Alloh hammaga yana bir marotaba to'ydan boray bo'lsin. Bu oqshomimizni tarixiy voqeaga aylantiradigan ajoyib video muhandislarimiz, video operatorlarimiz Rashid akamiz hamda Otabek do'stimizga ming tasanno, Sozanda akamiz Behruzbekga ming rahmat. Hammaga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha, to'yimiz, kechamiz boshlandi. Marhamat olib navbatimizni san'atkorlarimizga ayiramiz. Asta-sekinlikda barchalaringizni o'yinga taklif qilib boshlaymiz.
Should I
Senga xos, ala ko'z bo'y bo'y, qora ko'z bo'y bo'y.
Şamal esse şamaldan, derya taşsa deryadan, yağmur yağsa yağmurlardan, aşkımdan aşkımdan. Canse 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 lale, nereye çekilmezsin masına. Canse 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 lale, canse 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 lale, nereye çekilmezsin masına. Canse 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 lale.
o'yinlarimizni o'ynayotgan san'atkorlar uchun yana bir qarsaklarıngiz bo'lsin. Amon bo'lingizlar, boshingiz to'ydan chiqmasin, ilohiy ataganlaringiz to'ylarga ketsin. Har birlaringizning xonadonlaringizda to'y bo'lsin. To'ylaringiz to'ylarga ulashib yursin deb mana bugungi to'yimizdan. Bugun mana shu xonadonda hurmatli bezatlar kelgan. Nursahatovlar oilasida to'y, Ahmedovlar oilasida to'y deb qadamlarini ranjida emasdan kelgan barcha mehmon do'stlarimiz o'zra o'rtada zo'r o'ynagan o'yinchilarga deb atalgan prizlarimizni e'lon qilib o'tganmiz. Avvalambor prizlarimizni boshida bitta o'g'lim bo'lgan Sherzodjonni to'yi uchun deb atagan ona otasining yig'inib nasib bo'lsa mana shu o'g'limiz el oldida ulg'ayib oq yuvib oq taragan katta to'ylar bersam deb niyatlagan ona otasining atagan prezlaridan tashqari Sherzodjoni Babush tog'asi nomidan 100 ta prez aziz o'yinchilarimizga yana davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilarga deb mana bugungi to'yimizga atagan Sharafatxon yangasi nomidan 6 ta material prezimiz davramiz o'yinchilariga tabiiy yana davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilarga deb Davlatayxon momasi nomidan 3 ta ro'molimiz, 3 ta materialimiz davramiz o'yinchilariga, 3 ta erkak ko'ylagimiz davramiz o'yinchilariga atadik. Hozir esa mana shu davramizda o'zining zo'r o'yinlarini o'ynaganlar, to'yimizni boshidan oxirigacha xizmatda bo'lganlar. Prezga taklif qilar ekanmiz. Laylaxon jiyanlarini kuyovlarimizning Gulsevarxon yangasi, Bubayxon bolasi hamda Gulbadorxon singlimiz bilan birgalikda Saidaxon qizimizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Yana davramizda eng zo'r o'ynagan yigitlarimizdan akalarimizmi, ukalarimizmi ismingizni aniq bilmadik, ammo davramizda zo'r o'ynagan shu Alimardon akamiz va ukamiz. Keling Alimardonjo bilan birgalikda Qohir ukamiz. Ukamiz dedim, uzr, balki akamiz qoladilar. Marhamat qilib davramizga Alimardonjo bilan Qohir ukamizni prezga taklif qilar ekanmiz. Mana shu yigitlarimiz bilan yorishib o'ynayman deganlar bor bo'lsa o'rtaga kelsin. Qohir bilan birgalikda Alimardon bilan yorishaman degan bor bo'lsa o'rtaga kelsin. Laylaxon uchun, Gulsevarxon uchun, Bubayxon onasiga, Gulbadorxon qizimizni, Saidaxon qizimizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Marhamat, ismlari tushilgan kishilar. Gulandamxon uchun bo'lgan prezimizni ataylar. Qohir ukamiz uchun. Salomat bo'ling, Gullarimxon prezlaringiz muborak bo'lsin opamiz. To'ylar qutlug' bo'lsin, prezchilar prezlaringiz muborak bo'lsin deb yana davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilarimiz ham ko'p. Chunki davramizda prezlar ko'p. Yana davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilardan Doston oshnasini, Doston kuyovimiz o'rtaga kelsin prezga. Yana davramizda zo'r o'ynagan yigitlarimizdan Bekan ukamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Sunnat ukamizni, O'ngboy ukamizni, Malik ukamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Marhamat, ismlari tutilgan kishilar bilan birgalikda Qudag'oy tarafimizdan Zarinaxon Gulsun, Manzuraxon bilan birgalikda marhamat, ismlari tutilgan kishilarni o'rtaga prezga taklif qilarkanmiz. Amondovlat ukamiz, Malik ukamiz, O'ngboy Sunnat hamda Bekjon ukamizni, Doston oshnasi, Doston kuyovimizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Kelsin. Marhamat, san'atkorlarimiz o'rtaga bo'lsin.
to'yimizni davom ettiramiz. Har kim bu dunyoda to'ylab yursin, to'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat shuhrat o'tguncha, shuning uchun ataganimiz to'ylarga yetsin deb davom etamiz. Sherzod. Kuyov bola, Sherzodni yaxshimisiz? Vaqtli bo'ling uka. Kelinimizning ikkita dugonasi bor qizil ko'ylakda. Jo'raboshi bormi? Jo'raboshi. Shu jo'ralardan jo'raboshiga 200 400 lira pul berib qo'yinglar. Iltimos. Sherzod siz 400 lira kelinimizning ikkita dugonasi. Qizil ko'ylakdagi dugonalari sizlar kelinglar iltimos. Kelinimizni har bir narsasiga qarab turibdi. Kamu ko'zsiz bugungi kechamizda kelinimizni o'z vazifasini yerga yetirib turibdi. Kelasizlarmi singlim? Ikkala qizil ko'ylakdagi singillarimiz. Jo'raboshilar kelinglar, jo'rabosh daston. Jo'raboshi 400 lira pul keltiringlar, 200 dan. Hozir mana shu singillarni bitta raqsga tushiramiz. Priz beramiz. Yo'q, qarang. Materialni qo'ying, va qarang jo'raboshi keldi. Jo'raboshi pullari bilan keldi. Kelinglar singillar. Yaxshilab chiroyli. Hadi. Chiroyli o'ynaysiz. Dardiga chiqasiz. Kelin bo'lmagan bo'lsanglar yaxshi ko'changlarning kelin bo'linglar, baxtli bo'linglar. Mana shu bola tutib turgan singlimiz bor. Mana shuni ham chaqirib olaylik. Birinchi qo'shig'imizdan raqsga tush boshladi. Ustoz shu singilga bitta priz beringlar. Maylimi? Bolani berib qo'ying, iltimos. Bolani berib qo'ying, singlim siz davramizga keling. Bitta chiroyli o'yin berasiz. Shabahrim Omarov agar o'rtada qizil ko'ylakdagi qizlar o'ynaganda qizil ko'ylaging degan qo'shiqni aytgan bo'lardi. Albatta. Albatta ustoz, albatta. Salomat bo'lingizlar, davramizda o'ynagan har bir insonlarga to'y nasib qilsin. Ilohi ataganlaringiz to'ylarga ketsin deb mo'min oshnasiga ajratgan ushbu prizimizni qabul qilsinlar. Mo'minjon keling davramizda to'yimizni xizmatida izzatida yurgan mo'min oshnasiga atagan ushbu prizimizni qabul qilsinlar. Marhamat. Mo'minbek keling davramizga. Ajoyib sozlar ostida Mo'minbek uchun. Siz uchun atalgan shirindan shakar tortimiz davramizga kelsa, keling ko'rib sizning ismingiz. Yana shu bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling. Nurga to'lsin uyingiz. Chinordek go'zal bo'lsin sizning umringiz. Chinor soya bo'lsin ham boshqa. Har kimda shunday o'ylardi, ta'zir yetsin.
ona ota borga sinmas qildi chirog'imiz. Ona so'zini so'zlar bo'lsa, sig'maydi yer osmon. Ona ota so'zini kuyga solsa, tugalmas she'r dostondir. Nusratajon akamiz bilan Sayyoraxon yengamizga to'ylar muborak bo'lsin. Qadrdoningizga kelgan kelinimizning qadamlari qutlug' bo'lsin. Kelin desinlar, janon kelin desinlar. Sherzodjon ishdan kelganlarida qo'llariga egilib suvlar quysinlar. Kelin desinlar, janon kelin desinlar. Qaynonasi kelinjon deganlar. Unda Payqolajon deb yugurib xizmat qilgan kelin bo'lsin deganlar. Bir qarsaklaringiz bilan davom ettiramiz. Nusratajon akamiz, Sayyoraxon egamiz, nasib bo'lsa quchoqlaringiz nabiralarga to'lsinlar. Mana shu farzandlaringiz baxtiga sog' omon yuringizlar. Nasib bo'lsa Ahmad akamiz bilan yengamiz qo'sha qarab, shu farzandlarning quchoqlariga nabiralar yarashib, nabiralarni birga boqsinlar. Xudo taraf oltin beshik olib ketsinlar. Nasib bo'lsa shu farzandlaringiz soyasida Parijda ham ko'ringiz, Antaliyaga ta'tilga boringiz. Mana shu farzandlaringiz soyasida Makka va Madinaga borib, hoji ona, hoji ota bo'lingiz deb niyat qilamiz. Rahmat. Sherzodbek 16 dunyoda eng baxtli insonsiz. Yanga amaki kelin muborak bo'lsin, baxtini ko'ringlar ilohim. Qabul farzand yetishtirsinlar, Xudo xolasa bag'ringlarga qaytsin. Onadek aziz muqaddas inson yo'q. Onasi otasi bor inson dunyoda multimillionerdan ham boy ekan. Mana Sherzod kursini ochib yurar ekan, chunki otasi bor. Ona otaning didoridan hech kuni arimasin azlarim. Ona otalarimiz boshimizga omon bo'lsin. Bejizga aytilmagan. Mening uchun eng begzor onamga teng bo'la olmas. Jonli jonsiz hech vangizor onamga teng bo'la olmas. Do'sti yorug' qarindoshim, hatto ikki qora ko'zim, boshimda tojim farzandim ham onamga teng bo'la olmas. Otamga teng bo'la olmas. Ona otasini yaxshi ko'rganlar bormi? Bitta guldiroz qars ekaninglar. Rahmat. Pastay olalım, denizli sabah. Pastay olalım. Farzandlar ulg'ayib voyaga yetsin, to'ylar ko'rib boshimiz osmonga yetsin. So'rayman Alloh Xudoyimdan faqat Sherzodjon va risolatkorlarga baxt yormasin. Umrlaringiz bo'lsin asardek uzun, hayotingiz ushbu to'rdek shirin, nozik qalblaringiz hech ko'rmasin g'am, shaqlov ko'zlaringiz hech bo'lmasin nam. Alpomushday suzib o'tgan o'g'ling bo'lsin, oltin yuzli shirin so'zli qizing bo'lsin. Xudo taraf oltin beshik olib bersin, bir yil so'ngra shu xonadonda beshik to'yi bo'lsin. O'g'ling bo'lsin oltin o'shib o'ynagan, qizing bo'lsin husniga hech kim to'ymagan. Baxting bo'lsin yoringni baxtsiz qilmagan, yoring bo'lsin o'zgani yor demagan. Boshingizni baxt egibdan ham egmasin, biring suluv biring palvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringizga bo'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Sherzodjon risolatxon, bugungi nikoh to'ylaringiz shunday baxt topinglarga topgan baxtingiz faqat o'zlaringizga emas hammaga yoqsin. Baxtingizga baxt tilagan baxtli odamlar orqalaringizdan saqlanib havas bilan borsin. Onajonning bag'ridan oppoq kapullar uchdi, baxti bor xonadonga baxti bor kelin tushdi. Bir qizi ikki bo'ldi, qaynonaning yarim oy kun vaqti. Butun xonadonning kelin turar ega bosh qabul aylang salomlar. Chorlang qavma qarindosh to'y bo'lsin salomlar. Baxt qasrini qurmoq bo'lsang, omad yo'liga seni yo'lasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhini qo'lasin. Sizni ko'rib do'stlar doim havas bilan qarasin. Har qadamda yomon ko'zdan Alloh o'zi asrasin. Hayotda borimsan, eldan orimsan, bog'larda ochilgan atir gulimsan. O'g'lim qizim teng farzandimsan. Oila ko'rksan, oy go'zalsan deb kelin kuyovlarimiz uchun atalgan nikoh uzuklarini taqib qo'yar ekanmiz. Sherzodjon risolatxon bilan umrboqiy bir yostiqda qo'shiq qaragan.
Bulut organizatsion Roman Xalqaro Ro'shan do'stimizga katta rahmat, ajoyib effektlar uchun. Yoshlar batli bo'lsin, qo'shiq qarasida. Kuyov jo'ralarimiz. Sizlarga ham qadamlardan qo'yamiz. Bugun to'y kechasi shodlik ayyomi. Bugun to'y kechasi shodlik tashakkuri. Qani ey do'stlarimiz, ko'taring qadam. Kuyov jo'ramiz Sherzodjon kelinimiz Risolat xonlarning baxtichi deganlari. Yoshlar batli bo'lsin. Qo'shiq qarasida. Qadrlarimiz kerak yo'llarimizning baxtichi deganlari. Bir qarsaklaringiz bilan davom ettiramiz. Yoshlar qo'shiq qarasin, baxtli bo'lsinlar. Baxtli xonadonlarga yarashgan kelin kuyov bo'lsinlar. Nasib bo'lsa bir yil so'ngra quchoqlariga farzandlar yarashib, ona va ota bo'lsinlar deb davramizni kengroq olingizlar iltimos sizlardan, chunki kelinimizning dugonalarining surprizi bor. Ustoz, mana shu yerda pastda ham to'xtasin, sharoblarni ko'tarib olinglar, yigitlar, sharoblarni ko'taringlar, qadoqlarni ko'tarib olinglar. Shu yerda hozir konkurs qizlarimizning dugonalari tayyorlabdilar. O'ylanmagan yigitlar, turmushga chiqmagan qizlar. Bir daqiqa davrimizga kelinglar. Bo'ydoq yigitlar, turmushga chiqmagan qizlarimiz. Davrimizga kelasizlarmi, iltimos? Marhamat. Pasta o'rtada qolsinmi? Qolsin, tursin. Pasta qolsin. Davramizga bo'ydoq yigitlarimiz, uylanmagan yigitlarimiz o'rtaga kelsin. Surpriz. Qizlarni ham, ustoz, bir daqiqa. O'ylanmagan aka,
Uka, eshitmoqsizmi? Taxassiran bor, senda taxassiran bor. Yozilgan o'shan yozilgan sizdan. Mana shu ikkalasiga bitta ko'tarasiz qarshi ekanlar. Qaranglar, ikkalasi ko'tarib chiqdi. Endi aka siz kelmang. Taxassiran bor. Taxassiran bor. Afzal, mana shu gulni sohibi mana shu qiz bo'ldi. Bitta ko'tarasiz qarshi ekanamizga. Ajoyib sazor ostida bugungi oqshomimizda omading bersin singlim. Bu vaqtga har kim yetavermaydi, yetgan ham yetsin, yetmagan ham yetsin deymiz. Qarsilar ostida Endigisida birinchi o'yinning qurollarini anglataylik. O'yinning qurollarida hammasida bir yozuv bor, bittasida bitta gul bor. Qani o gulimiz kimga tushadi degan holda o'yinimizni tushirib, keyin o'yinimizni davom ettiramiz. Aman qo'yingizlar, boshingiz to'ydan chiqmasin, iloyo ataganlar to'ylarga ketsin. Shu qizimizga nasib qilgan gullari muborak bo'lsin deganlar. Biz qarsaklarimiz bilan do'st do'stga etar bog'lamas. Do'st bir-birini behuda to'g'lamas. Do'st bo'lganlari go'yo ikizday. Dunyodan ko'z yumguncha unutmas deb kelinimizni dugonalarini atagan sovg'alari bor bo'lsa, marhamat qo'shilib qo'yingizlar. Marhamat qizlarimiz. Do'sting bo'lsa teng bo'lsa. Yurak bag'ri keng bo'lsa. Mehnatda hamrohlikda doim hamrohlik bo'lsa. Qizimiz haqida hepimizni suratga tushib olaylik. Qo'lingizga yarashgan dugonalar nomidan atalgan sovg'alar muborak bo'lsin.
Zalimin sözlerim, zalim ellerim. Şaylanıp sürüleri, gözlerim başı. Cerenimin diye, nerede bakmışım. Dostlarım hayranları, tavus basınçı.
Jerusalem, hikayadan ilang dalaze. Oh, hamena, sumangishirilanam. Jerusalem, hikayadan ilang dalaze. Oh, hamena, sumangishirilanam. Jauh Al-Quran, Usulan Al-Quran, ilang dalase, sungguh jauh Al-Quran, 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 ilang dalase, sungguh so
sog'lik tilaymiz. Yana to'ylaringizda xizmatda bo'laylik deb aziz o'rtada o'ynagan o'yinchilarimizga atalgan prizlarimizning eng so'nglarini Bobush tog'asi nomidan 100 lira prizimiz bordi. Bundan tashqari yana davrimiz o'yinchilarga qolgan Ustoz, mana shu yerda faqat butyoni deb turibsiz-da. Barcha yigit qizlar uchun bitta o'tirasiz. Ama polvonimiz butyonidan. Poshshomiz butyonidan. Endi tarixan bismillah butyoni bilan xudo-xudoy bo'ldi. Xudo-xudochiliklaringiz ming yillik bo'lsin. Ilohiy ataganlaringiz qarmoq sirtlari ham to'ylarga ketsin deb davramizni zo'r o'ynagan o'yinchilarni tanlab oldik. Sunnat. O'rtaga kelsin. O'yinchi qo'shiq tanlamaydi. O'yinchi qo'shiq tanlamaydi. Shabab. Shabab. Bir dakika. Sunnat bilan birgalikda Hasan akamiz va ukamizni ismingizni to'g'ri bilgan bo'lsak, Hasan akamizdan. Yana davramizda
Sanjar ixtiyor to'yinada qaytsang oxir. Spasibo. Bizni hurmat qildinglar. Allohim 2 marta hurmat qilsin sizlarni. Yaxshi kuninglarda qaytsin. Rahmat. Qarsa chal qo'yilib mana shu yigitlarga spasibo. Aslida o'yinchilarni zo'r o'ynatganlar san'atkorlar bo'ladi. San'atkorlarning umrlari uzoq bo'lsin. San'atkorlar erta bilan turganda qayerda to'y bor ekan deb turadi. Bizga qayerdan pul keladi ekan deb turadi. Modalarni bilmayman, ammo san'atkorlarning vaqti uchun deb bir qarsaklaringiz bo'lsin. Ammo bo'lingizlar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sherzod, to'ying zo'r bo'ldi. Sensatsiya to'y bo'ldi, ukajonim. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yetgan ham yetsa, yetmagan ham yetsa, lekin bu to'y 100 yillarga esda yuramiz, xudo xolasa. Beshi to'ylarda xizmat qilaylik. Qo'chqalik o'g'il, Parizodadek qizlarni Allohim inom etsin. To'ylarda yaxshi kunlarda xizmat qilamiz. Aytganingiz kelsin Shavkatjon, aziz mehmonlarimiz. Mana bugun Nursahat akamiz va Ahmedjon akamizning xonadonlari hurmatlar izzatlar. Sayyoraxon yangamiz va Nursaxon yangamizning xonadonlari hurmatlar izzatlar bergan barcha mehmondoslarimiz. Bugun ana shu insonlarning farzandlari nikoh to'ylari muborak bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin deb bugungi kechamizni yakunlab yasar ekanmiz. Sherzodjon, risolat siz uchun bugun osmonlarning nikohlari edi. Allohim bugungi kunni nasib qilgan ekan, nasib bo'lsa 1 yil so'ngra shirindan shakar farzandlar nasib bo'lsin quchoqlaringizga. Bugun siz uchun nimaki yaxshi niyatlar qilingan bo'lsa, ana shu tilaklarimiz Allohdan qabul bo'lganlari rost bo'lsin. Duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Duo bilan yer ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deganlaridek. Sizlarni mana shu yoshlarga yetkazgan avvalambor bobo momolaringiz hamda ona otalaringiz oldida boshimiz yerga tekkunicha ta'zim qilar ekanmiz. Ana shularning duolari bilan bugungi kechamizning yakunini yasar. Barcha mehmondo'stlarimizga kelganlaringiz uchun katta rahmatlar aytamiz. Kuningiz xayrli o'tsin, yaxshi dam olingizlar. Yana to'ylarda diydor ko'rishguncha sog' bo'lingizlar.